tomonda shvetimiz, bu tomonda bolasi buqasi deyman desam, hammasi buqay. Ana. U uxlayotgan ekanda, tilla ochildi u. Ha, ilgarigi bolasi buzoqchalar ich ketib qolyapti yoki nobud bo'lib qolyapti degan ukalarimiz ko'payib ketdi. Shunga o'tkazmaslikni, nobud bo'lmaslikni iloji boricha ichi o'tmasligini sirini ochalasizmi? Baholi qudrat tilla ulashamiz. Nima olmasiz? Otangga bora ana. Ana tilla. Ketdi bunisi. Bolasini ovosidan. Ikkinchisi jonim bilan shu sigirlarni sutini ko'paytirish yokida qanday ratsionda boqayotganingizni ham ko'rsatib ketsang bo'ladimi? Ha, u masi yo'q, uni. Mana. Bu ham novoz. Hammasi novoz. Hammasi novoz tilla. Jonim sog'. Mana obunachilar, yaxshi ishonchligidan bo'lsin, har biri novoz bo'lsin degan ukalarimizga. Unisi ham novoz, bunisi ham novoz, bunisi. Voy, mana u kamiga men qarang. Mickey Mouse original. Xudo xolasa, ham to'qol, ham novoz, ham sut beradigan joylariga. Inshaalloh yarim niyat, yarim mol xudo xolasa. Mana. Yaxshi niyat yarim mol, qarang, kashani qarang. Bunisi ham xudo xolasa yetuk bo'g'oz. Inshaalloh bu ham novoz sug'ib beradi. Yaxshi niyat. Assalomu alaykum, hurmatli Tillos kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar, sigir ishqibozlar, bo'g'oz ishqibozlar, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga xudo xolasa chorshanba 2025-yil sanamiz 14-may sanasiga biz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani qo'shig'ida Shomurod akamiz xonadoniga tashrif buyurganmiz. Hurmatli aka-ukalar, e'tiborlaringizga xudo xolasa 4 bosh, 5 bosh istaganlarga yana bitta bo'g'ozimiz bor. Yetuk. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Gaplarni so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab o'tamiz. Doimgidek xudo xolasa ma'lumotlari, yurish-turishlari yoqsa, albatta telefon qilib savdoni qilib olaveradi. Xudo xolasa xotirjam xonadonlaringga chiroyli qilib yetkazib beriladi. Bittadan like bosib jigar, kommentariyada o'z fikrlaringni xolisona 12 ta viloyatga narx-navosini taqqoslab, 12 ta viloyatga taqqoslab yozib bemalol xolisona fikrlaringni qoldirib ketaverasizlar. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish tugmasi bor. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa biz chiqar ekan shunaqa chiroyli videolarni siz ham biz ham birinchilardan bo'lib muntazam kuzatib borasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mana akalarim, ukalarim, Tillos kanalining obunachilari, hojonalar, hojtog'lar, hammalaringga bugun mana chorshanba tongi muborak bo'lsin. Hammalaringga kimdan chorva olsalaringlar, mol olsalaringlar baraka qilsin. Baraka topinglar. Alloh adashtirmasin hech bandani. Aytgansiz. Mana yana bizda mana chorshanba bizning kunimizda so'chilikka ham chorshanba kuni boriladi-da Tillo. Все novoz. Hammasi. Все novoz. Xudo xolasa. Buni bolasi nima demaydi? Hammasi novoz. Endi haligi nimaga obunachilar telefonda gaplashayotganimizda, mol sotayotganimda biz zakasga qarab olib kelamiz-da. Aka novoz bo'lsin dedi. Uni aqli yotib olsin, novoz bo'lib maza qilib dedi. Olib kelib qo'ydinglar mana. Ol qarang mollarni. Bu yotganda ham shirin-da. Avasi Tillo. Hay jonisom. Endi hammaga nasib qilsin mana terib qo'ydik. Terib bitta terib olib kelib qo'ydim Tillo. Hammasi zo'r. Mana yerda Tillo rossiyskiy qarang. 2 yurak, 3 kunligi yo 2 kunligi qolgan yaqin bo'g'ozim bor. Jonivor. Tozaligini ko'ryapsan buni. Mana Tillo. Mollar qarang Tillo. Mana. Jonivorlar qarang. Bugun axlat qilmaydi deb o'ylaydi ko'rgan odam. Bugun aka obunachilarga bir 2 ta 3 ta savollarim bor. Sizga shuni qo'ldan kelsa javob bera olasizmi, bera olmaysizmi? O'y siringizni ocha olasizmi, ocha olmaysizmi? Bizda siri yo'q. Bu savolni boshidan aytib ketsam, hozirgi kunda ko'pchilik so'rayapti, ko'pchilik haligi bolasi buzoqchalar ich ketib qolyapti yoki nobud bo'lib qolyapti degan ukalarimiz ko'payib ketdi. Shunga o'tkazmaslikni, nobud bo'lmaslikni iloji boricha ichi o'tmasligini sirini ocha olasizmi? Baholi qudrat Tillo ulashamiz. Nimaiki o'rgangan bo'lsak ulashamiz. Men video davomida tushuntirib zo'r qilib o'tib ketaman. Gap yo'q, u
Ikkinchisi jonim bilan. shu sigirlarni sutini ko'paytirish yokida qanday ratsionda boqayotganingizni ham ko'rsatib ketsak bo'ladimi? Ha, u mas yo'q, uni конечно u nabalot plus u bizga, chunki biz berayotganni berib, bizdaqa bersa, mana shu sutni oladi, ko'payadi sut. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, Mana qarang tillo. boshladik. Keling. Tillo, uni ovosini olib qo'yasiz, keyin yotib oladi, aytib bering. Charchabsizlarmi? Ha, tillo, uni ovosini qarang. Mana ovoz. Joningiz sog' bo'ling. Ko'rsat o'zingni. Mana, tillo. Mana. Ichki etdi bo'lmaydigan bo'zaklar shular o'ladi. Mana tillo. Ovozni qarang. Ko'tlan olib qo'ydingizmi? Aha. Yotib oladi hozir u. Bemalol yotaversin. Buni ko'chaga olib chiqqanda ham yurgizganingizni ham ko'rsataman. Ana. Aka tishlaridan ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Ketdik aka. Bo'g'ozimiz. Yetuga bu. Ha, 3 kunligi qoldi qolsa. 2 kurak. 2 kurak hali to'liq ulgurmabdi, 2 kurak bo'lgan. Qani? 8 ta. Ha, 8 ta. Bu ham novoz tillo. Bu boshqacha ekan, ha? Ha. Shvedni bolasi boshqa bo'ladi. Tillo zicha pasayib ko'rsatasiz, bu kallasini ko'tarmaydi. 8 ta tillo. Roziman. Bo'ldi. Mana uni tillo. Buni bitta отдельный olib qo'yasiz buni ham. Haligi qandosh urug'ida angus bo'lgan ekan. Qudalari angus bo'lsa kerak. Chiroyli narsa ekan. Albatta go'zal. Mickey Mouse kalla. Ha, o'ta keling. Unaqami, shoqiz bo'lmasa. Keling. 6 tami? 6 tami? Buniki ham tillo. Buniki ham novoz. Buniki ham novoz. Ha, buniki ham bomba novoz mana. Joning sog' bo'lgin mana. Tillo. Bo'zaklarni birma-bir olib chiqsangiz ham bo'laveradi tillo mana. Hammasi Xudo xolasa mana sog'lom, axlatlarigacha zo'r. Men e'tibor beraman-da. Axlatiga e'tibor beraman. Sal buzildimi chorasini ko'raman. Video davomida aytib o'tib ketaman. Buni ichketdini sababi faqat sut bas. Faqat sut bas. Faqat sut bas. Yo'q, faqat sut bas. Hamma. Hikmatillo, Ichketdini, mana bitta monga. ichketini ko'pchiligingizdan so'rar ekan. Tillo, mana undan boshlaymiz tillo. Ketdi aka. Bugun molimiz ko'p. Haligi menga o'zi maza qilishib yoradi-yu. Har chorshanba kutishib turadi. Rahmat, hammalariga rahmat. Kommentariy yozayotganlar, duo qilayotganlar. Kecha mana Samarqanddan bitta akamiz telefon qilib, mana shu dadangizga bering telefonni dedi. Iloji yo'q, men bering dedi, olib borib bering dedi. Dadamga berdim. Masa katta rahmatlarni aytdi. Rahmat shu insonga. Atay erinmasdan, yarim soat vaqtini ayamasdan telefon qilib, shu bolani ota-onasiga rahmat aytib berdi, telefon qilibdi. Hammalariga rahmat. Men mol ko'p, videoni cho'zmayman. Tezda ma'lumotlarni aytaylik-da, keyin yetalab berib, sog'ib netaylik, tillo. Ketdik-da. Mana. Yana yaxshi. Obunachilarimiz ham kutib qoldi. Mana uni chetillo. Mana uni bitta olib qo'yasiz, mana. Mo qarang. Buni bitta bunaqasini olasiz, tillo. Keling, tillo. Asha yerdan orqasidan tillo. Mo qarang. Bu soskalar bitta olib qo'ymasangiz, men xafa bo'laman tillo sizdan. Bu soskalar bitta olib qo'ymasangiz. Keyin buni yuvoshligini ham olyapsiz endi. Qo'shilib ketdi endi mana. Ana, endi tillo bizni qonimizga singiganda biz sotamiz. Biz sotuvchimiz. Nima kelsa ham sotamiz. Mana shu mol aslida sotadigan mol emas tillo. Bu qarang, mana. Bu qarang hali. Bu qarang. Yondan bitta Mana. 20 ta, 22 ta, 20 ta sut berayotgan molni bolasi enasidan ajratib olib keldim. Enasi yonida edi. Tillo, mana. Jonivor qashigan saringiz mazza qilib yuboraveradi. 2 kurak bo'yi kecha buni bitta akamizga o'lchab tashlab berganman. Bo'yi 1.37 oldi. 1.37 to'shni. Mana u tillo narxlarni aytib ketaveraylik bir yo'l. Ketdik, ha. Tillo 2 kurak xonazin. Rossiyskiy. Bola tiqilib turibdi mana. Tiqilib turibdi bola. Og'iz baki aytib turibdi. Yetuk bo'g'oz. Lo'pillab turibdi. Lopillab turibdi tillo. Xudo xolasa pirsepga chiqsa boradi-yu tug'adi. Pirsep yaqinlashtirib qo'yadi 1-2 kunga. Bolani aylantirib tayyor qilib qo'yadi. Yurgan sari tez. Yurgan sari bo'g'ozni yetalash kerak tillo. Bo'g'ozni yetalash kerak. Qancha uzoq yetalash kerak. Chunki yo'ldosh tushishiga yaxshi, tug'ishga yaxshi bo'ladi. Oson bo'ladi.
beraveramiz to'g'dirib. Ana shunaqasi ham To'g'dirib beraveramiz. uzoqroqdan olgan. Ha, tug'dirganimizga xizmat olmaymiz. Tilla bizda tug'averadi. Biz o'zi kecha kuni mol tug'dirib chiqyapmiz. Mana kech paytdan mol tug'dirdik. Ikkita mol tug'dirdik mana. Ikkovi ham novoz tug'di. Mana bugun 3 tami, 5 ta bo'ldi novoz. Tilla narxi tilla. Narxi bomba qilamiz. Mana bo'ylarni aytib o'tib ketyapman. E'tibor berilsin. 1.37. 1.37 aka-ukalarimiz tushunadi. Narx aytayotganda bo'yini aytib o'tib ketyapman. 34 million jicha kami bor tilla. 34 million Jicha kami bor. Ikki yurak xonajin. Ko'rdingiz tishini? Mana o'zini birkalari bilan tilla, mana xonajin. Yana 2 kun 3 kunligi qoldi, yelini soladi, jonivor tug'ib beradi. Shomurat, tug'dirib bering. Endi xonajin ekan u bu desa, bizga pulimizni tashlab bersa yoki kelib, molni ko'rib turib pulni sanab berib ketsa, biz tug'dirib ham beraveramiz. Ketdik. Anaqali xonajin novosi Allohga tavakkal. Lekin tug'dirib chiroyli qilib beramiz. Ovoz tug'sa ham, xonajin tug'sa ham o'sha barakada qolinadi. Endi biz bo'g'oziga sotib yorilmagan qovunda bu. Shakarpalak chiqadimi, obanovoz chiqadimi? Allohdan. Allohdan. Endi manolimiz yana yotib oldi. Bu yotaversin. Yotoqda ekanda, novoz shunaqada, tilla yotaveradi, degan bo'ladi. Tilla mana molni ishlarni ko'rdingiz, 8 ta. Bu molim ham arzon tushgan, yengil tushgan. Yengil beraman, tilla 30 ni pasida aytib ketay. Hammasi mollarim. Novoz bolalar 30 yo'q. Novoz bolalari. Tilla mana bokda oling, mana. Tilla 10 ta sut. 10 ta sut bu. Mana, soskalar qarang. Nechi pul Shomurat aka? Tilla bomba narxi. 30 bas. O'sha 30 o'polmasin deb harakat qildim rosa. Kechasi bilan hisob topib chiqdik. Bo'yi tilla, bo'yini bitta o'lchab beraylikmi tilla? 1.30 metr olib keling Hikmatilla. Buni o'lchaganman-da men. Mana uni o'lchab beramiz. Sekin. Sekin janob. O'lchab aytingmi, bundaroq turib turaman. Men borsam hozir qochib yuboradi. Tilla 1.25. Aha. 1.25. Qochib ketadi men bor. 1.25. Tilla 30 o'polmasin 29,5 million chekami bor tilla. 29,5 chekami. Tilla mana unisi. Shved. Nechta sutga? Buniki buni nechta beryapti bu hozir. Bu ertalab 4,5 ta, 5 ta berdi, kech payt. Buni 9 ta olaversin. 9 ta olaversin buni. Buni ham bolasini ovoz tilla mana. Ana, 9 ta sutga. Ana, ha. 9 ta sutga. Ana. Ha, Shomurat aka. Kallani olib qo'yasiz, bitta alohida e'tibor berib qo'yasiz. Ispan kalla. Kallasi kameram nazorat ostida. Mana uni sal betini yuvib qo'yishna. Muzday suvda betini yuvmabdi shekilli. Tilla buni ham narxi bomba. Nechi pul aka? Bu ham 29,5. Bu ham 29. Bu ham 29,5. Bo'yi 1.25 buni. Ketdik. Bolasini ovoz. Yuvoshlari zo'r, sog'ish davomida olasiz-ku, ko'rsatamiz uni. Mana yerda mana unimizni qarang endi. Buni bir yo'la osib o'rmabsizlar. Ushlab tur buni. O'tirishni qara buni. Buni shoqi yo'q bo'lsa, mana Tillojon, keling, mana molimizni bitta. Bunimiz vobshe yengil Tillo. Bolasini ovoz. Mana. Endi buni ham bitta tomoni bor Tillo. Juda bir qanti bor buni, keling. Qani qanti endi? Mana qantini qarang buni. Kelib turing mana. Mana bitta o'tib berasiz endi. Mana Tillo orqasini. Oy, idish. Qarang. Ana Tillo, ana. Ana, otang o'zi qora, yelini oq. Ichi qora bo'lsa ham yelini oq. Olib qarang. Voy, ana olib ketdi. Bu qarab turing Tillo. Bu molimiz emib qo'ydi. Mana orqalarini urib qo'ydi. Bu molni 8 ta sutga beraveramiz. Bolasi ham qo'ydi. Bolasi ham qo'ydi buni. Mana qonni ishiyapti, po'kilayapti. Mana. Bitta tortinchi aka. Nimani? Yelinni ko'rsataylik. Bo'l. Mana. Tillo bo'sh mana. Tuta ham 6 ta. Mana. Ortig'ali qo'lda shallalar bilan billa. Mana. Yuvoshligi zo'r. Bola ne e'tibor bersangiz Tillo quyoshda ko'rinyapti sizga. Talg'ir. Talg'ir. Talg'iri bor ekan. Bu ham to'qol. To'qol. Mana. Zavadskiy to'qol mana. Do'ppis o'zi bilan. Aka. Nechta sutga? 8 taga olaversin. 8 ta. Ha, biz haligi oshsiz sut aytmayman, bilasiz-ku, Tillo. 8 taga olaversin. Ammo mol paroda Tillo. Paroda. Shu anguslarga satishib chiqqan mol. Yuvoshligi zo'r, bolani ovoz Tillo. Ana.
kim bo'lsa o'tirib sog'averadi. Buni puli вообще bomba tillo. Nech pul aka? 26,5 million tillo. 26,5 Ha, bunga tillo, bunga hali talashmay qo'yavering. O'zi yengil tushgan, iloji boricha yengil qo'yishga harakat qilib 26,5 mana uchovidan tushib beraymi? Ha. Bularga 500 ming, 600 ming ko'taraveradi bular. Bu 26,5 million tillo. 29,5 dan aytdingizmi ikkovini? 29,5 dan ikkovini aytdim, mana uni 34 million aytdim. Ayting endi aka, yana bitta. Aka, uchoviga bitta tushib men bering. qarang, men uchun emas. Ha. Men uchun emas, obunachilarimiz uchun. Ha. Bitta o'zingiz tilla mana undan muncha tushib beradi, xolisona faqat. Bo'ldi. Men 100 ming tutsangiz ham, 2 million tutsangiz ham har biriga. Men Tamam. o'ttadagi odamman. Bo'ldi. Obunachilarimiz uchun chiroyli qilib. Ya mana obunachilarni boriga shukur. Shveddan qancha o'tib berasiz aka? Aytgandan. Shveddan bo'ldi 29 tillo. Kam bor. Bo'ldi, bu ham 29. Bu ham 29. Ha. Mana uni bo'pti. Tillo 33 million mana. Sizga. Tushdimi Joningiz tillo? sog' bo'lsin. 33 millionga bor baraka. Bor baraka. 33 kam bor. O'rtasiga qo'yib. Shomurod Vohadanmi, Jizzaxdanmi yoki Samarqanddan nima bo'ladi desa, yo'q aka, dastavka qilmaymiz Vohaga deyilmadi? Yo'q, hozir tillo 3 ta molimiz, bittasi Samarqandga, bittasi Buxoroga, Romitanga, uchinchisi Nukusga tushyapti hozir. Tushdi, Bezod, tushib chiqdimi? Tushib. Ha, qaytishyapti mana. 3 ta molni bitta olib chiqib ketishgan. Tillo biz ham shu Vohaga shu masalani to'g'ri siz aytib beraylik. Tillo mana mol masalan sotsak, biz vodiy ichiga dastlabkamiz bor tillo. Vohaga sotsak, Samarqand, Buxoroga sotsak, jicha narxini kelishamiz ana nima dastlabkasini. Chunki biz ozgina qo'yaman o'zim ham. Mana bolalarini ovoz 29 dan kami bor deyapman. Dastlabkasi ichida qilib bersam, men ziyon qilib olaman tillo. O'shuning uchun telefon qilishsa, gap so'z yo'q, chiroyli katta mashinadan gaplashib, iloji boricha atrofdan ham mol topib, qo'shib, arzonroq qildirib, arzonroq qilib, yetkazib olib borib beramiz. Gap yo'q. Yuklaymiz, pulini tashayapti ba'zilari. Ba'zilari mana 1 million, 2 million tashayapti, olib borib beryapti. Ha, ba'zilari tashayapti. Men tillo bunday naqada ishonaveraman. To'g'ri ish qilyapmanmi? Chunki dalshi nima bo'lmaydi, anaqa bo'lmaydi. To'g'ri odamga to'g'ri odam uchraydi tillo. Joningiz sog' bo'lsin. Shuning uchun qo'rqmayman. Chiqarib yuraveraman. Tashashib bersa, 5-6 million tashashib bersa, sanashaveradi qolganlar shahda tillo. Bemalol, bexijolat bizniki. Ketdik, yetalab ko'rsatamiz. Shu ketdik. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz xudo xolasa. Mana, birinchi sigirimizni tillo bolasi. Aytdi o'nita. ana. U uxlayotgan ekanda tillo ochildi u. Ha, tong otdimi deyapti. Qani. Yuring Hikmat, yuring. Mana yuruvlar, mana turuvlar. Ana. Mana axlatlarni ko'ryapsizmi tillo tozaligini? Men axlatga e'tibor beraman-da. Yuring tillo. Hikmat. Primoy. Ana qarang. Primoy chiqib ketaveradi. Primoy, ana. Ana bola. Novvoz, ana sigirni udari. Yog'ligi. Bir maza qilsin sigir olib. Ketdik. So'ragan ukalarimiz. Bolasini ovosidan so'raganlarga. Bolasini ovosi. O'n qarang tillo. O'n qarab turing tillo. Qo'yib yuboraman, qo'yib yuboray ham tillo. Tayyormisiz? Otangga bora ana. Ana tillo. Ketdi bunisi. Bolasini ovosidan. 9 ta sutga. 9 ta sutga olishaversin tillo. Bolan qani. Ana. Novvoz. Hamma yo'g'i joyida tillo. Yurish-turishlari, sifati. Mana oyoq qo'llarni ko'rib qo'yasiz. Baraka topsin olib. Maza qilsin. Yelinlar qarang tillo opog'ligini. Mana. Tillo. Qizlar. Hey gap. Anani qarang. BBQ. Bolasi qani? Ha mana tillo, manada bolani ko'rasiz tillo. Bola bitta kezinchi aka qani? Bittasini elichi. Cho'ta. Ana bolasi tillo. Bu ham novvoz tillo. Mana. Bu ham novvoz. Hammasi novvoz. Hammasi novvoz tillo. Joning sog' bo'ling. Ana tillo. Keyin tillo bu boru. Bu boshqacha novvoz bu. Tillo. Mana tillo qarang.
Mana. Zamasga to'qol tillo. Orqani qarang. Tillo. Novvoz. Choping. Talg'iridan. Hayt. Talg'iridan. Bu qay. Mana. Qulog'i. Ha. Qulog'i katta ajoyib tillo. Mana uni. Mana tillo baklarni. Nima deyapti aka? Tillo qarang. Ikki kurak bo'g'ozimizni qarang. Mana. Bo'yi 1.37, jonivor birinchisini tug'adi, xudo xolasa. Tillo bolani qarang. O'ting tillo. O'ting tezroq o'ting. Voy, o'ting. Bolani qarang tillo. Bolani qarang. Kuzating tillo. Ko'ryapsizmi? Yetalaganda ish ko'pdi. Tillo. Bugun tug'ib qo'yarmikin bu? Tug'adi xudo xolasa. Aytayapman, tug'dirib ham beraveraman tillo. Mening bugun tug'adi. Mana. Tajribasi ko'p bo'lgan. Sizga kelgan mol novoz tug'yapsiz aka. Ko'p novoz bo'lmadi. Mana. Men endi bir yetalay. Qo'najim bo'lmadi ichi? Yo'q. Hammasi novoz. Buni ham novoz tug'ishini nimasini qarab turing. Bo'ldi novoz. Polis tegsa bo'ldi. Bezor qo'l tesini ovoz tug'yapti. Qarang, dehqon akalarimiz vizitga chaqirsa boraverasizmi? Endi qo'raveramiz. Xilos qilib qo'yasiz-da. Xonajim bo'lib qolsa svet o'chib qoldi deysanmi? Oldin molni ko'rib turib keyin. Ha, keyin aytasiz, nima to'g'ri. Malades. Hurmatli obunachilar, albatta videodan uzoqlashmanglar. Tillo bu hali yana taysa oladi bu. Yana 2 kun shukunligi bor-da, yana qiladi endi. Olib kirib sog'ib ko'rsatamiz. Sog'ib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, inshaalloh sigirlarni joy-joyiga olib kirdik. Idiryapmiz. Birinchi va ikkinchi sigirimizni iydirib, sog'ib ko'rsatamiz. To'g'ri. Mana iydirishda ham bitta Shomurod aka mana lavha. Mana. Bitta bunga Chuppa aytish kerak. chuppa aytish kerak. Chuppa, qarab tur. Unisiga. Qarang. Qarab turing. Bittaga tashlab qo'ymaslik kerak. Ha. Endi obunachilarimiz biladi-ku, bilmaganlar, yangi chorvaga qo'shilayotganlar uchun. Soskalar qarang tillo. Mana, chuppa aytish kerak. O'zi yeyib beradi. Qarab turing. Qani Hikmatlarni? Hikmatlarni mana novvozchi o'zi o'taverar ekan undan. Yog'imiz bormi? Ketyapti. Mana, ketdik. Bu tomonda shvetimiz, bu tomonda bolasi buqasi deyman desam, hammasi buqa. Bu anaqa sementaliya gibrid tushib qolgan, nega aslida? Aralashib qo'ygan. Mana, ko'rinchilar. Yuvoshligini qarang tillo. Turuviga yetib olib. Mollar yuvosh tillo. O'ta yuvosh. Bexijolat, yoshi katta onaxonlar ham sog'averadi. Maza qilib sog'averadi. Mana shvet. Bunisi. Mana. Katta rakushlarni olib beraman. Arzon yana. Tillo eng arzoni xudo xolasa. Mana bollarini ovoz arzon. Arzon bo'lyapti xudo xolasa. Arzon qilib beramiz yana ham tillo. Gap yo'q. Xudo xolasa sog'lik bo'lsa davom etamiz. Xudo xolasa birinchi va ikkinchi sigirlarimiz sog'lik bo'lsin. Aziz obunachilar. Bitta oldida e'tibor berib qo'yasiz, ko'shab turishim. Sog'ayotganingizda ko'shayaptimi, yomonlik chiqmaydi u moldan. Gap yo'q. Rahmatulloh. Birdaniga quyib beramizmi? Ha, qarang tillo. Yog'ni qarang. Ketdik. Ana, Tillojon, molni ko'ryapsizmi? Qarang. Hozir sog'ib beramiz, sog'ib jarayonini ko'rasiz tillo. Gap yo'q. O'ta yuvosh narsa tillo. Hozir bu idish bor-ku, mana shu idishga tillo. Bular paroda mollarda hozir sut berishini ko'rasiz, shohid bo'lib turasiz. Mana shu idishdan qancha sut sog'aman? Hay'at a'zolari bo'lib turasiz. Mana, 3-chi sigirimiz iydiriladi. Orqalari tillo.
puli yengil. Bitta xo'jalikni bemalol yetadi, sut tebratadi. 8 tadan oshiq olishaversin. Zo'r berishsa, endi sutga kiryapti mol. Beraveradi 9 ta. Xudo xolasa bunisi ham sog'liq davom etadi. Xudo xolasa Tillo, men nima dedim? Kasaga qaraysiz-ku, keyin bir paqirdek sutga qarab qo'yasizmi? Mana. Nari paqir qani? ketdik. Keling Tillo. Mana. Yemmaladiz. Rangini ham qarang. Tillo, bular boshqachada parodasi. Paroda boshqacha. Ana, qo'yib yuboring bolasini. Buni hamcha qo'yib bering emas. Shomurod aka keling endi. Alloh o'zingga shukr. Mana tugatib Buzoq oldik. tug'ildi. Buzoq tug'ildi. Ha. Davom eting. Bizga tug'ilgandan Ich ketmasligi uchun. endi Tillo, bizga hali aytdim, faqat sutda bas gap. Ich ketdini aytdi, faqat sutda bas. Mana kunlar isib oldi Tillo. Bo'zakni salqinga, muzdek joyga, salqinga baylash kerak. Chunki bo'zakni ichi 37-38 baland yuradi-da, gradusi. Enaga qaragan, katta molga qaraganda baland yuradi. Shuning uchun, o'shuning uchun ham bo'zakni ichi issiq, ham bag'dan issiq, sut achiydi. Ichkarida ayniydi sut. Aynib holatda keyin kirgan sut haliginga qo'shilib, u ham ayni uradi. Ahliq bo'lib holatda ichkarida, keyin ichi o'taveradi. Aytmoqchimanki, salqin, mana bunaqa salqin, muzdek joylarga Tillo. Bunaqa muzdek oldilariga ham sol, muzdek joyga baylasin. Hozir issiq Tillo, dam o'tadi. Mayda sut achib qoladi mayda. Achib qoladi, keyin bo'zakni ichi o'tadi Tillo. Keyin tug'ilgandan keyin qo'yib yuborish kerakmi yo baylab? Tillo qo'yib yubor, mol tuqqandan keyin dehqonlarda mana misol mol tug'adi, endi sodaga iloji yo'q baylaydi. Tuqqandan keyin Tillo bo'sh yurgan bo'zakni ichi o'tmaydi Tillo. Chunki u bo'zak boradi, yarashasini emadda. Yarashasini emadi, o'tlarda yotaveradi. Turadi, yana 1 soatdan borib yana yarashasini bir piyola, 2 piyola ichib keladi, yotaveradi. Baylasangiz Tillo. Baylasangiz nazari ochib qoladi bo'zakni, qonni ochganidan borib turib 4 litrni bitta yeb oladi, keyin oshqozon hazm qila olmay achiydi sut. Bo'zak baylanmasa, o'sha bir xil rejimda Tillo emsa ichi o'tmaydi. Yo tug'ilganda baylash kerak, yo umuman qo'yib yuborish. Endi baylasa ham misol bir xil rejimda emizsa ichi o'tmaydi. Mana deylik sizga bitta savol. Mana hozir misol mana shu bo'zak bayliq turibdi. Qaysidir dehqon olsa, mana shuni qo'yib yubordi, menga sut kerak emas, bolasiga ishlayman, bolasi chiroyli beribdi deb o'ziga nima qo'ysa, fikrlasa, bu qanaqa qo'yib yuborish kerak ayting? Qanaqa qo'yib yuborish kerak? Hozir sog'ilda mana. Sog'diga qo'xlab. Bo'ldi, qo'yib yuboraversin. Qo'xlab turib qo'yib yuboraversin. Shun bilan polni bo'ldi, qo'xlab turadi. Mana qo'xladigan hozir mana. Qo'xladi, mana qolmadi. Qo'yib yuboraversin bo'zak, bo'sh yuraversin. Endi mayda sut yo'q hozir. Sut yo'q. Bo'zak kelaveradi, bir chini kelsa ham kelayib ketaveradi. Bir chini kelsa mana axlatini qilib beryapti mana, chakiras mana. Mana ko'rsatib beryapti Tillo. Men bo'zaklar mana, bo'zaklar kelganiga 1 hafta bo'ldi Tillo. 1 haftadan beri mana shu bo'zaklarni men rejimda mana emaveradi mana. Faqat bir xilda, rejimda. Endi bir xil odam sog'ish kerak-da, uning uchun har xil odam sog'sa ham bo'zak rejim buziladi. Qani ham qila olmadi ham axlat. Qatib qolibdi. Mana des. Ana Tillo. Joni sog'. Men nima yana ratsioningiz qanaqa? Aytib qo'ying-chi. Nima telefon qilishyapti, maslahat so'rab telefon qilishyapti. Baholi Qudrat javob beryapman. Telegramdan yozishyapti ko'pincha. Telegramga akalar, ukalar, Telegramda o'tira olmayman. Maqda o'zim ishim bor. Telefon qilsa, telefonlardan bitta zo'r narsa aytayim. Mana siz videoyingiz tagiga, chiqqan videoyingiz tagiga kommentariyada qanaqa savol bo'lsa, o'shini yozsin, javob yozib ketaveradi. Yozaversin. Yoki siz yo'qmi? Javob yozib ketaveradi. Javob yozishaversin. Men ham yozaman, kommentariyaga yozishsin, shunaqa Shomurod aka bunaqa bo'layman, men o'qiyman. Aka bunaqa bo'lyapti deb yozib qo'yaman tagiga. Asho odamga. Undan u aka misol kim yozsa ham o'sha kommentariyani siz javob qaytarsangiz, u javobni ham u aka yozganda ham yana kimdir ko'rib o'ziga oladi. Ko'proq insonga sababchi bo'ladi. Juda chiroyli nutq so'zladingiz. Voy, malades. Mana, hurmatli obunachilar, xudo xolasa shu bilan videolarimizni o'zimizga yetkazamiz. Albatta olganga, sotganga Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Inshaalloh mehnatlarimiz arsa albatta bittadan yaxshi like deb yozib, kommentariyada xolisona fikrlarni yozib ketaverasizlar. Inshaalloh bugun sigirimiz bo'g'ozimizdan tayyor bo'ldi. Tillo qarang. Mayda bitta molimizni mana qarang.
Mana buni ham aytib qo'ying, qarang. Juma kuni olib boradigan bo'lganbizda Tillo. Bizga 4,5 million berib ketgan. Mana hozir o'zingiz ko'rdingiz, bo'sh yurdi, hozir bayladim. Mana kichkina bo'zak, mana. Mana kichkina bo'z, mashina bo'zaklarda aka-ukalarimiz hali nobud qilib qo'yapti. Mana bu bo'zakni qarang. Kel, bu qarang. Ko'rdingizmi Tillo? Mana, bu qarang, bo'zak jikkilashini qarang mana. Bu qarang. Bo'zakni qarang, jikkilash. O'ynashini qarang bo'zak. Mana. Ko'rdingizmi Tillo? Mana. Batta rejim, akalar rejim. Bu bo'zak kichkinami, kattami, prosta rejimga qarasalaring bo'ldi. Bo'zak zo'r ketaveradi mana. Mana shu bo'zak har kuni bir xil ushtaymadi. Men o'zim kontrol qilaman mana. Bu qarang, kichkinaligini qarang mana. Lekin bu qarang, bu qarang. Dumni qarang. Mana. Ancha katta bo'zaklarda katta. Ko'rdingiz qancha chopdi Tillo? Mana, qoqlab sog'ib qo'yganman. Mana, yuqisini emaveradi. Yetadi o'sha yuqisi. Mana. Ana. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joyinglar sog' bo'lsin.